قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب ضيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakoti bo'lsin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa huquq talab qilishni cheklash haqida. Yani bu ko'plagan insonlarning tabiatida men boshliq bo'lsam, men andaq bo'lsam, men mandaq bo'lsam degan narsalarni orzu umid qiladi. Va boshqa ba'zi bir insonlar boshliq bo'lish uchun har xil razil vositalarni ham qo'llanadi. Va ba'zilar bo'lsa boshqa yo'llar bilan shu boshliq bo'lsam, shu mansabga ega bo'lsam, andaq bo'lsam, mandaq bo'lsam, undaq qilsam, bundaq qilsam, bu orqali mol dunyo to'plasam, mol dunyo yig'sam degan har xil niyatlar bilan insonlarning niyatlari har xil bo'ladi. Shuning uchun asliga qaraydigan bo'lsak, bu boshliq bo'lish, mansab egasi bo'lish, huquqdor bo'lish nihoyatda mas'uliyatlik, mas'uliyati bakmi cho'ng bo'lgan ishdir bu islom dinimizda. Chunki har bir mas'uliyat sohibi ana shu o'zining qo'l ostidagi insonlar haqida qiyomat kunida hisob kitob beradi aziz qarindoshlar. Oddiy bir inson bir kishilik o'zi uchun hisob kitob beradigan bo'lsa, bir davlatning podshosi, bir shaharning valisi, shahar boshlig'i, gungshi yeza boshliqlari, rayon boshliqlari va boshqa boshliqlar, shirkat boshliqlari ana shu qo'l ostidagi insonlarni qanday boshqarganligi haqida o'zining hisob kitob bilan billa xalqiga qanday muomalada bo'lganligi, zulm qilgan qilmaganligi, yaxshi ishga buyurgan buyurmaganligi, yomon ishga buyurgan buyurmaganligi, yana hayoti dunyodagi barliq qilmishlari haqida hisob kitob beradi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, bu huquq tutish masalasi, huquq talab qilish masalasi insonni nihoyatda o'ylantiradigan, tushunishga majbur qiladigan muhim bir mas'ullik bir ishlardan biri. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Tilka darul axiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Qasas surasi 73-oyat. Ana shu oxirat yurtini dedim. Yer yuzida cho'ngchilik qilishni va buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildik dedi. Oxirat yurtidan maqsad ya'ni jannat hayotini, hayoti dunyoda cho'ngchilik qilishni ko'zlamaydigan, buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydigan Allah'ның eng pok, solih, mu'min musulmon bandalari uchun xos qildik dedi. Val aqibatu lil muttaqin. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir dedi. Oqibatning eng yaxshisi
dunyodagi taqvodor, mu'min, muttaqi bandalarga mansubdir aziz qarindoshlar. Yana bir inson men boshliq bo'ldim deb, huquq mening qo'limda deb, o'zi xohlagancha zulm qiladigan bo'lsa, xohlagancha insonlarni azollaydigan bo'lsa, kibrlik qiladigan bo'lsa, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan bo'lsa, u insonningki oxiratdagi nasibisi yo'qolib ketgan bo'lib qoladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu boshliqlik bu nihoyatda mas'uliyati og'ir bo'lgan ishlar. Ba'zi insonlar bor, haqiqatan boshliq bo'lsa nurg'un ishlarni amalga oshira oladi. Ular bundan mustasno. Ba'zi insonlar bor, boshliq bo'lsa butun o'g'irlik hamma narsani qilib o'zining yanchiqini to'ldirishga harakat qiladi. Bundaq insonlar nihoyatda cho'ng gunoh qilgan insonlar bo'ladi. Ba'zi insonlar bor, obro'y uchun, sharaf, martaba uchun qanchalar o'zining oldiga kelgan har xil yomon ishlarni, razil vositalarni ham qo'llanadigan insonlar bor. Kerak bo'lsa, oldiga to'siq bo'lib chiqqan ba'zi insonlarni o'ltirishga ham boradi. Ba'zi cho'ng yomon ishlarni qilishga ham boradi. Nima uchun? Ana shu o'ziningki razil g'oyasiga, maqsadiga yetish uchun aziz qarindoshlar. Shuning uchun boshliqlik nihoyatda mas'uliyatlik, og'ir bir ishdir. Ba'zi insonlar haqiqatan unda boshliqlik qilish qobiliyati bor, shu salohiyati bor. Bu insonlar buningdan mustasno. Bu insonlar haqiqatan boshliq bo'lsa, xalqi uchun ham foydali, insoniyat uchun ham foydali ishlarni elib boradi. Alloh va uning rasulininki aytgan, belgilab bergan ko'rsatmasi bo'yicha ishlarini elib boradi. Mana bu insonlar uchun nihoyatda yaxshidir. Yana shu qiyomatda arshining soyasidan hech qanday soya bo'lmagan kunda arshi a'loning soyasidan soy beradigan insonlarning biri adil podshoh. U adil podshoh yoki adil shahar boshlig'i, adil vali yoki bir adil bir shirkatning, bir joyning boshlig'i insonlarga nihoyatda chiroyli, g'amxo'rlik qilgan, zulm qilmagan, insonlarning dardiga darmon bo'lgan, butun vujudi bilan ishlagan mana shunday. Agar boshliq mana shu salohiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, ana shu qiyomatda insonlar dod faryod chatib, hech kimga asqatmaydigan kunda u inson arshi a'loning soyasidan soydirilgan va barliq insonlar uningga havas qiladigan, qandoq insonki bular deb nihoyatda qiziqadigan insonlarning biriga aylanadi. Shuning bilan birgalikda u inson Alloh taolaning rahmatiga, mag'firatiga, jannatiga ega bo'ladi. Agar bu boshliqlikni, huquqdorlikni o'z joyida bajo keltirmaydigan bo'lsa, u insonning tutgan boshliqligi, huquqi, hukmi, mansabi qiyomat kunida u insonga baloy ofatlarni, tashvishlarni, qiyinchiliklarni, musibatlarni, pushmon, nadomatlarni elib keladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, hammamiz mana bundaq ishlarda nihoyatda diqqat qilmog'imiz lozim. Payg'ambar alayhisolamning hadisida mundaq deydi: Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallohu anhu qala li Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imara dedi. Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallohu anhu mundaq deydi aziz qarindoshlar. U sahoba aytdi ekanki, qala li Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, menga payg'ambar alayhisalom mundaq dedi deydi: Ya Abdurrahman bin Samurah, ey Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imara. Boshliqlikni so'ramagan dedim. Boshliq bo'laman deb boshliq bo'lishni talab qilmagan dedim. Fa innaka in utitaha an ghayri mas'alatin u'inta alayha. U boshliqlikni sen so'ramasdan senga berilgan bo'lsa, u holda bu narsa yaxshi dedi. Sen talab qilmading, boshqalar seni mana shu ishga loyiq deb ko'rib, bu ishga seni tayinlagan bo'lsa, sen bu orqali yordamga ega bo'lasan dedi.
Yani o çağda Allah Teala senin yardımında bo'ladi dedi. Sen talep qilmading, ama başkalar mana shu qobiliyat haqiqatan mana shu qobiliyat haqiqatan Abdurrahman bin Samura'da bor deb başkalar seni mana shu ishga loyiq ko'rgan bo'lsa, o halda Allah Teala senin yardımında bo'ladi dedi. Sen talep qilmading, başkalar mana shuni anglab tushunib yetdi va seni mana shu ish sening qo'lingdan keladi. Senden başka loyiq inson yo'q deydigan bo'lsa, o halda sen bismillah deb mana shu ishni qabul qilsan da, bu ishni nima qilsan, Allah sening yordamching bo'ladi dedim. Wa in u'titaha am mas'alatin wukilta ilayha. Agar buni sen o'zing talab qilib qiladigan bo'lsang, vukilta alayha. Sen bu ishga o'zing nima qilgan bo'lasan, o halda bu ishni o'zing boshqa chiqarasan dedi. O halda Allah Teala sana yordam bermasligi mumkin dedi. Chunki sen talab qilding. Bu talab qilish maqsaddan nima bilan, nima maqsad bilan, nima g'araz bilan talab qilganligingni olamlarning parvardigori bo'lgan Allah Teala nayta yaxshi bilganligi uchun Allah Teala agar sening shaxsiy g'arazing, niyating bilan talab qilgan bo'lsang, Allah Teala yordamching bo'lmaydi da, o halda sening oqibating nihoyatimi yomon holda bo'lib qoladi dedi. Hadisning davomida aytadi ekanki, va iza halafta an yaminin fara'ayta ghayraha khayran minha fa'ti alladhi huwa khayrun va kaffir an yaminik. Muttafaqun alayh dedi. Qachon bir ishda qasam qilsang dedi, ondan qilgan qasam qilgan ishingdan boshqa ishni yaxshi deb bilsang, bir ishni men qilmayman deb qasam qilgan eding, amma boshqa bir ish chiqib qoldi, uningdan yaxshiroq, u holda dedi. U holda qasamingga kaforat berib, yaxshi ko'rgan ishingni qilgin dedi. O holda qasamga kaforat berib, yaxshi ko'rgan ishni qilish kerak. Qasamni buzishninki chorasi bor, yo'li bor. Yana qasamimni buzmayman deb gunoh ustiga gunohni ko'paytiraversak, yo'q, men bundan qaytadigan bo'lsam, men qasam ichganman, bundan qaytadigan bo'lsam, obro'yim to'kiladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb xato ishga qasamni ichib olib, oxirdan Allah Teala bir haq yo'lni ko'rsatgan bo'lsa, ma ish xato ekan, bo'ldi, yo'q, xato bo'lsa ham men qasam ichganman deb turib oladigan bo'lsa, gunohning ustiga gunoh bo'laveradi. Bir yandan Allah Teala sizga to'g'risini ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, darhol qasamni buzasiz. Masalan, abdisi, men ma qarindishim bilan gaplashmayman deb qasam ichdingiz. Bu ichgan qasamingiz xato masalan. Mu'min bilan, ya'ni bir mu'min bilan bir mu'min 3 kundan ortiq gaplashmasdan turishi joiz emas. Bunda qasamlarni ichmashingiz kerak. Yoki bir ish qilsiz, ma ishni qilmayman, ya ma ishni qilaman deb qasam ichdingiz. Ammo uning yaxshirog'ini Allah Teala sizga bilintirib qo'ydi, ko'rsatib qo'ydi. Keyin yaxshirog'ini bilgandan keyin ham ana shu qasamdan qaytmasdan men qasam ichganman deb davomlashaveradigan bo'lsa, gunoh ustiga gunoh qilgan bo'laveradi. Bir yaxshi ish ma'lum bo'lgandan keyin qasamni buzish joizdir aziz qarindoshlar. Ammo buningki kaffarati bor. Bu insonlarning boy kambag'alligiga qarata bo'ladigan ish. Masalan, bir inson haqiqatan nihoyatimi boy, shunday bir ishga duch kelib qoldi, qasamni buzadigan nima ish qilish kerak? Bir qul ozod qilish kerak aziz qarindoshlar. Bir qul ozod qilish kerak. Ammo hozirgi zamonimizda undaq narsa yo'q. Uningdan keyin ikkinchisi bu inson ikkinchisi bo'lsa, bu inson 10 miskinning, 10 kambag'alning bir kunlik tamoqini berish kerak. Yoki 10 kambag'alga kiyim bilan mehmon qilish kerak, kiyim kiydirish kerak. Buningga ham kuchi yetmadi. U holda nima qilish kerak? 3 kun oqidan mana shu qasamning kaffarati uchun ro'za tutib berish kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu narsalarga diqqat qilishimiz lozim. Boshliqlik bu nihoyatda cho'ng mas'uliyatdir.
Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerden biri de aytidiyken ki an Abi Zar radıyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar radıyallahu anhu mındak dedi. Peygamber Aleyhisselam mındak dedi. Ya Abu Zar arake daifen. Ey Abu Zar sen aciz bir insan. Yani Abu Zar radıyallahu anhu özün nihayetimi Allah'ın en mahbub bendilerden biri bo'lishiga qaramay, ama özününki ufqini nihayetimi küçük, aciz insanlardan biri bo'lgan aziz qarindoshlar. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselam aytdi ki ya Abu Zar arake daifen. Sen küçsüz, aciz bir insan. Ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi. Ben özümge rava kögen nersini sana hem rava köremen ey Abu Zar dedi. La ta'ammaranna ala ithnain ve la tevallayanna malal yatim. Şunun için iki adamga bo'lsa ham başlık bo'lmagan. Şehir başlıklık uyakta tursun. Bir rayon başlıklık uyakta tursun. Bir cemaat başlıklık uyakta tursun. İki adamga ham başlık olmagan dedi Peygamber Aleyhisselam. Aslında da nasihat qilgan ekan. Ve la tevallayanna malal yatim. Yetimning mal mülkini boshqaradigan, egidarchilik qiladigan, mashundaq ishga ham ega bo'lmagan. Çünkü bu yetimning mal mülkiga haqiqiy ega chiqolmay, uningga zoya qilib o'tadigan yoki xiyonat qiladigan ishlar bo'lib qolsa, bu inson do'zaxning o'tini yegan bilan barobar aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu diqqat qiladigan narsa. Va yana bir hadisida aytdi ekanki Payg'ambar Aleyhisselam yana Abu Zar radıyallahu anhudan kim bu hadis? Abu Zar radıyallahu anhu kunlarning birida Peygamber Aleyhisselamga aytibdi ekanki ya Rasulullah ala tasta'milni, bana bir vazifa versen, bana bir başlıklık, bana hukuk bir narsa versen bo'ptiki ya Rasulullah deganda Peygamber Aleyhisselam fadaraba biyadihi ala minkabihi. Peygamber Aleyhisselam Abu Zar radıyallahu anhu'nun dolusunu tutup durup aytibdi ekanki ya Abu Zar innaka da'if. Ey Abu Zar sen acizsen. Yani küçün yok, sen aciz insansan. Ve innaha amanetun. Çünkü bu başlıklık amanettir degen ekan. Amanet. Ve innaha yevmel kıyameti khizyun ve nedametun. Bu başlıklık bolsa kıyamet günü rezillik ve pişmanlık ip keledi degen ekan. Nimaga ham başlık bo'lgan bo'g'itim deb qiyomat kuni pishman nadomat chekadi. Bu pishman nadomatni og'ini qach topolmay qoladi dedi. Mana shundaq narsa ekan. İlla men ahazaha bihaqqiha. Kimki buni haqqi, huquqi bilan ado qilgan bo'lsa, va addallazi alayhi fiha, va buni asha o'zininki haq huquqini joyiga qo'yib ado qilgan insondan boshqa insonlar uchun bu boshliqlik, hukuk, mansab insonga qiyomat kuni razillikni olib keladi, pishmon nadomatlikni olib keladi degan ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu narsalarga nihoyatimi diqqat qilmog'imiz lozim. Oxirida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan ekan: "Innakum satahrisuna alal imara va satakunu nadamatan yawmal qiyamah." Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan ekan: "Sizlar kelgusida amaldorlikqa qiziqsizlar" dedi. Yani başlık bolsam bo'ldi, anda olsam bo'ldi, manda olsam bo'ldi deb o narsaga qiziqsizlar dedi. O tezla kıyamet günü pişaymanlık elip keladi. Yani kıyamet yakın narsa. Kullu atin fa huwa qarib. Her bir keladigan narsa o yaqindir dedi. 2016 deptik, 2010 deptik, 2010 ham kelib ketdi. 2017 deptik, o ham kelib ketdi, o'tadi mana. Allah nasip qilsa ömrümüz bo'ladigan bo'lsa 2020'ni ham ko'ramiz. Çünkü kullu atin fa huwa qarib. Her bir keladigan narsa o yaqindir. Ona hiç to'sab qolg'ichi yo'qdir. Shuning uchun oxirgi zamonda yashaydigan insonlar mana shundaq hukmdor bo'lishga, mansab egasi bo'lishga, boshliq bo'lishga nihoyatda qiziqadi. Pul berib boshliq bo'ladi, pul berib mansabga ega bo'ladi. Mana bu narsalar nihoyatda agar u mansabni u inson ado qila olmaydigan bo'lsa, qiyomat kuni ming pushaymon qiladi, ammo u chaqda o'rniga kelmaydi aziz qarindoshlar.
Shuning uchun boshliq bo'lgan inson ham buni nihoyatda yaxshi tushunmagi lozim. Allah va uning buyrug'iga asosan insonlarni boshqarishi va shuningga ko'ra insonlarga to'g'ri maslahatlarni berib, insonlarga zulm qilmasligi lozim aziz qarindoshlar. Aytilishicha Umar radhiyallohu anhu degan ekanki, mana shu Iroqning yo'lida Furat vodiysi, ya'ni nimalarda bir eshakning puti mitkot olib ketsa, bir eshak inson u yoqda tursin. Bir eshakning puti mitkot olib ketsa, qiyomat kuni Alloh taolo mendan, "Ey Umar, nima uchun men yo'lni tuzlab qo'ymading? Ma eshakning puti mitkot olib azob chekdi" deb mendan so'raydi degan. Sahobalar mana shunday tushunchaga, mana shunday aql farosatga ega bo'lgan insonlar edi. İnsanlar u yoqda tursin, hayvonlarning ham g'imi bilan yashardi aziz qarindoshlar. Hayvonlarning ham g'imi bilan. Umar radhiyallohu anhu hammamiz nihoyatda yaxshi bilamiz. U zot haqida nihoyatda ko'p haqiqiy qissalar bor. Ularning orasidan birisi masalan kunlarning birida o'zi xalifa bo'lganligi uchun mana shu insonlar haqida Alloh taolo qiyomat kuni mendan hisob oladi degan iymoni, e'tiqodi bo'lganligi uchun kechalari boshqalar uxlaganda mana bu zot uxlamasdan shaharlarni aylanib yuratdi. Kim och qoldi ekan, kim yalang'och qoldi ekan, nada nima ish bo'layotgandi deb shaharlarni aylanib yuratdi aziz qarindoshlar. Kunlarning birida bir uyning atrofidan ketayotgan chog'da uyning ichidagi ovozni anglab qoladi. Bu bo'lsa ana bilan bolalarning o'ttirisidagi bir hikoya nima bo'lib, bolalarimga hozir tamoq pishidi bolalarim, sabr qilinglar, hozir pishidi deb quruq qozonga toshlarni solib ana shu qozonni qaynatayotgan ekan. Nimaga muddat qilyapsan deganda bolalarimga tamoq beray desam, berdiganga hech narsa yo'q. Mana shu toshlarni pishirayotman, qaynatayotaman. Chunki bolalarimni mana shu tamoq pishyotadi deb yotqizib uxlatmoqchiman, tong otqizmoqchiman. Deganda shu yerdan Umar radhiyallohu anhu berib, Baytul Malga berib, ana shu ayol uchun yemek ichmaklarni elib kelgan ekan. Shunda Umar radhiyallohu anhuning yordamchilari, xizmatkorlardan biri, "Ey xalifa, bunu bana bering, men ko'taray" deganda, qiyomat kuni mening gunohimni ham sen ko'taramsan deb ana shu xalifa bo'lgan zot ana shu narsani olib kelib, ana shu ayolga bergan ekan. Mana shundaq holatda yashagan aziz qarindoshlar. Hozirgi dunyoda bundaq insonlarni tepish nihoyatda mushkul, ammo boshliq bo'lishga, u bo'lishga, bu bo'lishga, mansab egisi bo'lishga heris bo'layotgan insonlarni tepish nihoyatda ko'pdir. Shuning uchun aziz qarindoshlar, Alloh taolo mana bu mo'min musulmonlardan bo'lgan boshliqlarimizga ham insof hidoyatni bersin. Xalqini tushunadigan, Allohdan qo'rqadigan boshliqlarni sizu bizlarning boshimizdan kam qilmasin. Sizu bizlarning beshimizga mana shunday ummatni o'ylaydigan, xalqini o'ylaydigan, Alloh va uning rasulining sözünü icra qiladigan boshliqlarni berishini Alloh taoladan tilab qolamiz. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.